Endi Hindiston Tibet tabobati birinchi dastlabki 3 ta unsurga asoslangan va daosizmdagi Qi Yang energiyalari. Daosizm tabobati. Ya'ni birinchisi qaysi? Man, ong va aql. Aqlda. Mana shu 3 ta elementga asoslangan. Qi energiya bu universal energiya hisoblanadi, ya'ni yer yuzidagi tabiatdagi hamma energiyalar mana shu Qi energiyaning ko'rinishlari hisoblanadi, ya'ni koinotdagi birinchi dastlabki energiya. Ilohiy tomondan oladigan bo'lsak, bu energiya Qi energiyasi bu Xitoyda Qi deyiladi, Hindistonda prana deyiladi. Endi Arabiston tomonda ibrohimiy dinlardan keladigan bo'lsak, bularda ruhul quddus yoki muqaddas ruh deyiladi. Muqaddas, ya'ni Qi energiya butun olamdagi yer yuzidagi mana shu jamiki tiriklikni, har bittamizni tirikligimiz bor, jonsiz tabiatdan farq qilgan tiriklik. Mana shu tiriklikni beradigan energiya Qi energiyasi deyiladi. Va bu organizmda metabolizmni boshqaradi, ya'ni modda almashuvi. Qadimgi tabobatda modda almashuvi, metabolizm jarayoni bekordan bekorga emas bular. Qadimgi insonlar o'tda yuqori sivilizatsiyaga ega bo'lgan, o'tda yuqori bilimlarga ega bo'lgan. Metabolizmni boshqaradi. Metabolizm nima? Ya'ni modda almashuvi. Biz doim ochiq sistema hisoblanadi inson organizmi. Ya'ni tabiatdan nimadir olamiz, energiya olamiz, oziq mahsulot sifatida va shu energiyani harakatimiz sifatida chiqaramiz. Agar mana shu modda almashuvi normada bo'ladigan bo'lsa, modda almashuvi doim normada bo'ladigan bo'lsa, organizm sog'lom, rivojlangan bo'ladi. Agar Qi energiyasi garmoniyadan chiqadigan bo'lsa, kasallikda birinchi simptomlari kelib chiqadi. Demak, kasallikda birinchi sababi Qi energiyasini universal yoki prana deymiz, mana shu universal energiyani garmoniyasini tanada erkin aylanishini buzilishidan kelib chiqadi. Bu energiya dastlabki ikkita energiya ajraydi, ya'ni Yang va Yin, erkaklik va ayollik energiyasi. Endi Qur'onda ham aytilgan-ku, dunyoni juft qilib yaratdik, olamni juft qilib yaratdik. Ya'ni birinchi ikkita energiya aylanyapti. Buni atomda ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni eng kichik zarrachada ko'rsak bo'ladi. Atomda o'zi neytral. Uning ichida yadroning ichida neytronlar bor. Neytral va neytron parchalanganda elektron bilan protonga, proton musbat, elektron manfiga aylanadi. Ya'ni ikkiga ajraladi. Yan energiya nima beradi? Erkaklik energiyasi. Erkaklik energiyasi bu metabolizmni boshqaradi. Insonga aktivlik beradi, issiqlik beradi, quruqlik beradi. Yin energiyasi anabolizmni boshqaradi. Ya'ni modda almashuvi ikkita jarayonni boshqaradi. Anabolizm insonga sovuqlik beradi, ho'llik beradi, passivlik beradi, ya'ni ayollik energiyasi. Mana 3 ta nimaga asoslanishi? Nimaga asoslanib, qaysi falsafaga asoslanib Hindiston, Tibet meditsinalari va daosizm yo'nalishi qaysi nimaga asoslanib falsafa va shu falsafa asosida dori-darmonlar, davolanish usullari, diagnostika usullari tuzilgan. Endi Xitoyga keladigan bo'lsak, Xitoy 5 ta unsur: efir, havo, olov, suv, yerga asoslanyapti. Ya'ni bular ko'prikdan ham qo'shyapti, astralda. Nargi dunyodan bu dunyoga o'tadigan ko'prikdan ham qo'shgan, astralda qo'shgan. To'g'ri, ularda Xitoyda jinni boshqacharoq ketadi. Bu 5 ta unsurga asoslanyapti. Endi G'arb tabobati, ya'ni O'rta Osiyo nima tabobatlarimiz qanday? Qadimgi Misr, Gretsiyada bo'lib 4 ta unsurga, ya'ni moddiy olamdagi havo, olov, suv, yer 4 ta unsurga asoslanyapti. Mana kelib chiqishi bu tabobatlar. Demak, qaysisi noto'g'ri, qaysisi to'g'ri emas. Uchovi ham to'g'ri. Uchovi ham haqiqiy tabobat. Zamonaviy meditsinaga to'g'ri keladigan falsafaga ega. Faqat bular o'sha qadimgi tabobatdan kelib chiqqan 3 ta daraxt, 3 ta novda. Aslida
9 ta unsur. Qadimgi tabobat 9 ta unsurga asoslangan. Buni birinchisi ruh hisoblanadi, qolgan mana 8 ta unsur bilan davolanish usullari. Mana shu o'sha qadimgi tabobat bo'yicha ma'lumotlar.